Buyuk Britaniyaning top universitetlaridan bo'lgan Royal Holloway universitetiga kampus turi uyushtirdik va bu videoda iloji boricha universitetni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'sh, ertalab soat 10 dan kampusga yetib keldim. Kampus juda ham katta ekan, naq 55 gektar. Tushunishinglar uchun Toshkentdagi Westminster taxminan 3 gektar. Kampus xuddi butun bir qishloqdek. Universitetni bir boshdan ko'rib chiqish boshladim. Birinchi bo'lib universitet ruftopidan umumiy panorama view-ni ko'rib oldik. Keyin esa asosiy binoni aylanib, rasmlarga ham tushib oldim. Ushbu bino 1886-yil qurib bitkazilgan ekan va Britaniyada birinchi qiz bolalar uchun ochilgan universitet ekan. Atmosfera shunchaki dahshat. Yana odamni o'qigisi keladi. Universitet ichida kattagina o'zini supermarketi ham bor ekan. Assortimentlar yomon emas. Qolaversa o'qishni ichida o'zini cherkov ham bor ekan. Odatda bu yerda diniy marosimlar yoki bitiruv oqshomlari ham o'tkazilar ekan. Bizga ushbu ma'lumotlarni barchasini o'qizmasdan, tomizmasdan universitet volontyorlari aytib berdi. San'at talabalari uchun esa alohida repetitsiya qilish uchun kattagina zal ham bor ekan. Shu hammasini ko'rishga 2 soat vaqt ketdi, lekin universitetni 100% ko'rib chiqishga ulgurmadim. Universitetdan chiqishda shunaqangi kichkina o'rmoni ham bor ekan. Bu yo'l orqali London markaziga trenda yetib oldim. Agar siz ham UKdagi top universitetlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, biz bilan darrov aloqaga chiqing.